Erondagi urush. Rossiya kuniga qo'shimcha 150 million dollargacha daromad olmoqda. AQShning Bag'doddagi elchixonasiga dronlar yordamida hujum uyushtirildi. Eronga qarshi urushda qancha AQSh askarlari halok bo'lgani aytildi. Eronning javob hujumlari ko'pchilikni hayratga soldi. Eron Ukrainaga raketa zarbalari bilan tahdid qildi. Eron Birlashgan Arab Amirligini ehtimoliy zarbalardan ogohlantirdi. Endi esa batafsil. Moskva shahri va Moskva viloyatida ro'yxatdan o'tishdan qiynalayotganlar uchun yangilik. Sizlarga 100% ishonchli ro'yxatdan o'tish xizmatini taklif etamiz. Ma'lumotlar bazasidan chiqishiga esa kafolat beramiz. Shuningdek, notarial tarjima xizmati ham mavjud. Hujjatlar siz turgan manzilgacha ham yetkaziladi. Ushbu raqam orqali bog'lanib, kerakli ma'lumotlarni olishingiz mumkin. AQShning Bag'doddagi elchixonasiga dronlar yordamida hujum uyushtirildi. Mahalliy ommaviy axborot vositalarining xabar berishicha, zarbadan so'ng hududda yong'in sodir bo'lgan. Bino ustida quyuq qora tutun ko'tarilgan. Hozircha hujum kim tomonidan amalga oshirilgani noma'lum. Iroq xavfsizlik kuchlari poytaxt markazidagi yashil hududni to'liq yopib qo'ygan. Mazkur hududda Iroqning ko'plab davlat idoralari, shuningdek, bir qator mamlakatlarning diplomatik vakolatxonalari, jumladan AQSh elchixonasi joylashgan. Eronning javob hujumlari ko'pchilikni hayratga soldi. Xabarlarga ko'ra, Tehron Ko'rfaz davlatlariga 3000 dan ortiq raketa va dron uchirgan. Isroilga esa yuzlab raketa yo'llagan. Biroq sobiq amerikalik amaldor shunday dedi: kamroq resurslar bilan eronliklar erishgan natijaga hech kim erishmagan. Aytilishicha, arzon shahid dronlari, radar tizimlari, portlar, harbiy bazalar, neft nishonlariga juda aniq zarbalar berishda katta rol o'ynagan. AQSh amaldorlari ham tan olgan. Biz ularning bunchalik kuch va samaradorlik bilan javob qaytarishini kutmagan edik, deydi AQSh amaldori. Erondagi urush. Rossiya kuniga qo'shimcha 150 million dollargacha daromad olmoqda. Yaqin Sharqdagi urush fonida neft narxlarining oshishi tufayli Rossiya kuniga qo'shimcha 150 million dollargacha daromad olmoqda. Financial Times hisob-kitoblariga ko'ra, Rossiya byudjeti hozirda rejalashtirilgan tushumlardan tashqari kuniga taxminan 150 million dollar daromad olmoqda. Bu haqda UNN xabar qilgan. Hormuz bo'g'ozi yopilganidan keyin Hindiston va Xitoy tomonidan Rossiya neftiga talab oshgan. Nashrning qayd etishicha, mojaroning dastlabki 12 kunida Rossiyaning neftdan olgan daromadlari 1,3-1,9 milliard dollarga oshgan. Agar neft narxi 1 barrel uchun 70-80 dollar darajasida saqlanib qolsa, mart oyida Rossiya byudjetiga qo'shimcha daromadlar 3,3-4,9 milliard dollarni tashkil etishi mumkin. AQSh Hindistonga Rossiya neftini sotib olishni ko'paytirishga vaqtincha ruxsat berganidan so'ng, Hind kompaniyalari yangi shartnomalar tuzishni faollashtirdi. FT ma'lumotlariga ko'ra, atigi 5 kun ichida ular taxminan 30 million barrel yetkazib berishga kelishib olgan. Eron Ukrainaga raketa zarbalari bilan tahdid qildi. Eron agar Ukraina Isroilga harbiy yordam ko'rsatishni, xususan dronlar yetkazib berishni davom ettirsa, ushbu mamlakatga raketa zarbalari berishni boshlaydi. Bu haqda Eron parlamenti Milliy xavfsizlik komissiyasi raisi Ibrohim Aziziy o'zining X ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida ma'lum qildi. Isroil rejimini dronlar bilan qo'llab-quvvatlayotgan va propagandalikka yuz tutgan Ukraina amalda urushga aralashib qoldi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti nizomining 51-moddasiga muvofiq, u o'zining butun hududini Eron uchun qonuniy nishonga aylantirdi. Ukraina haqiqatan ham Yaqin Sharq mamlakatlari bilan Eron dronlarga qarshi kurash sohasida hamkorlikni faollashtirgan. Joriy yilning 8-mart kuni Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy ukrainalik ekspertlar Amerika bazalarini himoya qilish uchun tutuvchi dronlar bilan birga Iordaniyaga yuborilganini ma'lum qilgan. Uning so'zlariga ko'ra, jami 10 mingta davlatdan, jumladan Yaqin Sharq mamlakatlari, AQSh va ba'zi Yevropa davlatlaridan yordam so'rab rasmiy so'rovlar tushgan. The Wall Street Journal ma'lumotlariga ko'ra, Ukraina bilan mudofaa sohasida hamkorlik qilish istagini bildirgan davlatlar orasida Saudiya Arabistoni ham bor. Eronga qarshi urushda qancha AQSh askari halok bo'lgani aytildi. AQSh va Isroilning Eronga qarshi operatsiyasi boshlanganidan beri Yaqin Sharqda kamida 13 nafar amerikalik harbiy halok bo'lgan. Bu haqda amerikalik mulozimga tayanib The Wall Street Journal ma'lum qilgan. Nashrning yozishicha, 10 nafar harbiy xizmatchi og'ir yaralangan. Yana 200 ga yaqini yengil jarohat olgan bo'lib, ulardan 170 nafari allaqachon xizmatga qaytgan. Bungacha Fransiya prezidenti Emmanuel Macron Iroq Kurdistonining
Erbil shahri yaqinidagi harbiy bazaga Eron tomonidan uyushtirilgan hujum paytida bir nafar fransuz harbiysi halok bo'lganini ham ma'lum qilgan. Shuningdek, 8-mart kuni Isroil ham Livan janubida 2 nafar askari halok bo'lganini xabar qildi. Isroil mudofaa kuchlari ma'lumotiga ko'ra, bular Hizbulloh bilan jangovar harakatlar qayta tiklanganidan beri harbiylar orasidagi ilk qurbonlardir. Eron Birlashgan Arab Amirligini ehtimoliy zarbalardan ogohlantirdi. AQSh Xarkov va Abu Musa orollariga hujum qilganidan so'ng Eron Birlashgan Arab Amirliklari hududidagi Amerika nishonlariga zarba berilishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Bu haqda Tasnim xabar qilgan. Eron harbiy qo'mondonligining Qatam al-Anbiya markaziy shtabi rasmiy vakili Ibrohim Zulfug'oriyning so'zlariga ko'ra, Amerika kuchlari Eronning Abu Musa oroliga va Xark orolining bir qismiga raketa zarbalari bergan. Biz Birlashgan Arab Amirligi rahbariyatiga shuni ma'lum qilamizki, Eron o'z suverenitet va hududlarini himoya qilish uchun Amerika raketalari uchirilayotgan dengiz portlariga, shuningdek Birlashgan Arab Amirligining qator shaharlarida Amerika harbiylari joylashgan va yashiringan manzillarga zarba berishni o'zining qonuniy huquqi deb hisoblaydi. Shuningdek, u Birlashgan Arab Amirligi aholisini potensial talafotlardan saqlanish uchun portlar va Amerika harbiylari bo'lishi mumkin bo'lgan joylarni tark etishga chaqirgan.